Assalomu alaykum hammalarga. Kecha men bitta kommentariy o'qidim. Bu men bilaman kim yozganini. Rosta endi aytdim. Короче, ular qamalib chiqqan emasmisiz deb yozdi-da menga. Menga bor sel, menga bor energiya, menga bor iroda, menga bor возможностьlar. Senga yo'q-da. Ko'ra olmaysan, iching yonadi. Shuning uchun menga shunaqa kommentariy yozasan. Sen borib ikkita erkakni yaxshilab do'pposlab so'zingga o'tkirib kela olmaysan. Ladna ikkita erkak bittasini bila olmaysan. Men o'kila ikkita klientim mashinamni burib tepib tushirdim. Sen qila olmaysan shuni. Yo'q. Qayerda o'rgatgan? O'zim tayyorlanganman. O'zim shug'ullanganman. Nima uchun qamalib chiqish kerak draka qilish uchun? Sen такой bo'la olmaysan. У тебя такой возможно нету. Shuning uchun ko'ting qo'yadi, ko'ra olmaysan. Keyin negativni kommentariy yozasan. Hech qachon men bo'la olmaysan. Hech qachon. Agar sen menday bo'larding, unaqa kommentariy yozmasding. Глубокий думать qilarding. Keng chuqur o'ylasding. Keng chuqur o'ylamadingmi? Demak, sening misling маленький, короткий. Uzoqqa bormaydi, keng o'yla olmaydi. Shuning uchun menga shunaqa kommentariy yozibsan. Draka qil, qo'lingdan kelsa. Qo'lingdan kelsa, yana bittasi yozibdi, narmoda deb. Da. Kunduzi erkakman, kechasi ayolman, nima bo'libdi? Jinsim bitta lekin aniq 100%. Ixtiyor nomerimni beraymi, telefon qilib so'raysizlarmi? O'sha uchun 5 ta tug'ilgandir, может быть. Hammaga emas, hay. YouTube'ga video olisham boricha bezgotoviy, tayyorgarliksiz. Odamlar tayyorgarlik ko'radi bitta video olish uchun bir oy. Men har kun просто так olaman, какой я есть. Yoki 5 ta bacha bilan Allohga behisob shukr, Xudo meni sevgan, men ishlayman. Это hammaga emas, bu odamlar bitta bacha bilan uyga o'tiribdi. Men ham chaqalog'im bor, chaqaloq katta qilaman. Narmoda bu debdi. Sen erkak bo'lsang, men bo'lib bilasanmi? Ayol bo'lsang-chi? Erkak bo'lsang, seni ayoling, senga bormi shunaqa ayol? Senga bormi? Senga bormi shunaqa ayol? O'zini ko'chaga himoya qiladigan, oilaga ayol, ona bo'la biladigan. Bormi senga? Erkak kishining yoniga erkak, ayol kishining yoniga ayol, ko'chaga erkak, uyga ayol, bo'ladigan ayol bormi senga? Iching kuyganda hamma narsa yozaverasan. Endi men hammaga pastga qarab, orqaga qarab ketmayman-ku. Men bir qadam oldingaman. Sen men orqamgasan. O'sha o'tirdik. Podyumga turibman-da, mamnun o'tiribman. O'sha uchun chiqish o'rniga oldin keldim. Vladivostokimiz ko'chasini aytganday taksi chalab, boshqa deysanlar. Sen ayolingga mashin berib qo'y, Vladivostok ko'chasiga bitta haydasin. Ko'r qanaqa mashinalar parkovat bo'ladi-yu, qanaqa ko'chadan yurish kerak, sen ko'r. Sen O'zbekistonning tekis yo'li emas, gektarday maydonni quruq qilib yursan yoki ko'chalar rovna, chotki, kubik qilib rovna qurilgan bo'lsa. Yoki mashinalar rovna parkovat bo'lgan bo'lsa, ko'rsam qanaqa mashinalar turibdi. Yoki qanaqa joyga turibman.
man o'zim maqtamayman. San qilib bilasanmi shunaqa? Hunar moda deysan. Ochib ko'rsataman shu qolgan bo'lsa agar interesni bo'lsa. Shunchalik. Zato erkak ishdan yig'lab uyga kirmayman erimga. Voy meni xafa qilishdi deb. O'zim tayyorlanganman. Nima uchun san qilolmaysan man qildim? 5 ta bacha bilan qildim. San nima uchun? 5 ta bacha tug'ilganlar qo'rdan qapaytirib uyga o'tiribdi. Eriga boqqin deb. Может быть, hammasi emas, kechirasizlar. Большой процент. Доброе утро. Доброе утро.